Bugun haftaning dushanba kuni Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Ostona yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Hozir esa yo'lovchilarimizni yaqinroqdan ko'rishimiz mumkin. Qani keldik. Ostona yo'nalishi bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Hozir yo'lovchilarimizda pasajer jarayonlari boshlangan. Yaqinroqdan kuzatishimiz mumkin. Assalomu alaykum. O'zir siz bir minutga mumkinmi? Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Petropavlovsk. Petropavlovskga bilet narximizni qanchadan sotib oldingiz? 615. 615 mingdan xariddilar. Oldin ham avtobus reyslarimizdan foydalanganmisiz? Yo'q, международныйga birinchi marta. Birinchi martami? Spalnilikini bilasizmi? Spalni avtobusdan oldin foydalanmagansiz. Hozir chiqib bemalol qulayliklarini ko'rishingiz mumkin. Boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Muhimi qonuniymikan? Yana uzr bitta savolim bor edi. Biletni qayerdan xarid qildingiz? Через mobilniy. Bizda qandaydir telefon qilib xarid Telefon. Yo'q, через telefon sotib oldik-da. Da. Mobilniy deydimi, onlayn. Onlayn olgansizda. Rahmat katta, yaxshi aytib oling. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishdan davom eting. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanishni xohlasangiz, Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib joyingizni biroq qo'ying.